oyat hadisdan biz to'g'ridan to'g'ri oladigan narsamiz juda ko'p. U nima? U bizni axloqimizni tuzatadigan, ochiq oydin haromlardan tiyilish, ochiq oydin farzlarga buyruqlarni olamiz. Namoz o'qi deydi, ro'za tut deydi, o'g'irlik qilma deydi, birovning haqqini yema deydi. Mana shu narsalar to'g'ridan to'g'ri olamiz. Endi o'sha birovning haqqini yema deydi. Nima birovning haqqi-yu, nima birovning haqqi emas. Uni tafsiloti keladi. Bizdan o'zi so'raydi-ku odamlar. Mana bu joyda men bunaqa savdo qildim. Falonchining haqqini yeb qo'ymadimmi deb so'rashga majbur bo'ladi. Hamma narsaning tafsiloti bor. Namoz o'qi deyapti. Qanaqa qilib o'qiyman? Qaysi namozni o'qishim kerak? Qaysinisi farz, qaysinisi vojib, qaysinisi sunnat? Namoz ichida qaysi amallar zarurroq, qaysinisi zarur emas? Mana oyat karimalarda namoz rukunlari 6 ta deymiz. Ular umumiy qilib bayon etib ketilgan. Uni o'qigan odam tushuna olmaydi. Demak, oyat hadisdan to'g'ridan to'g'ri olinadigan narsalar umumiy hukmlar, insonning axloqini to'g'rilaydigan, insonni inson qilib shakllantiradigan bu chaqiriqlar bular. Insonni e'tiqodini to'g'rilaydigan, ibrat olish kerak bo'lgan, Allohdan qo'rqishga chaqiradigan narsalarni olamiz bu yerda. Alloh taoloni agar Allohga itoat qilmasa azob yuborish haqidagi oyatlar. Mana shu ibratlarni olamiz. Uni hukmlarini esa bizga mujtahidlar bayon qilib beradi.